Angliskiy воротникni, ya'ni qaychi-yoqani shunaqangi chiroyli holatdagisini sizga bugun men mana shu darsligimizda to'liq modellashtirishni o'rgataman. Bu yerda ko'rib turganingizdek, jaket paltoyimizni juda ham chiroyli ko'rinishda, yoqalari ikki bortlik, ya'ni dubortli qilib qilingan. Xuddi shu yoqani biz siz bilan to'liq andozalarini modellashtirishni o'rganamiz. Jaket paltoyimiz yubka va shimda ko'rinishi. Ko'rib turibsiz, palto bitta bo'lgani bilan ko'rinishi ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Har doimgidek Maryams metodidan foydalangan holatda oldi asos andozasini tayyorlab oldim. Birinchi bo'lib zahod qo'shishimiz kerak bo'ladi. Ko'krak markazimiz necha bo'lsa, xuddi shuni qo'shamiz. Men bu yerda 9 sm qo'shdim. Bel chizig'idan yuqoriga bo'yin aylanamizni boshlangan nuqtasidan boshlab perpendikulyar qilib xuddi shunday chiziq chizamiz. Burchak liniyaga yordamida yuqorisini 11, enini 17 sm yoqani chizib, burchaklarni 4 sm dan xuddi shunday qilib chizib olamiz. Yoqamizni belimizga to'g'ri qilib tutashtirishimiz mumkin. Uchlarini ozgina yoylashtirib qo'yamiz. Agar xohlasangiz, mana shu to'g'ri chiziqni pastini ozgina yoylashtirib ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu hammani o'zini xohishiga qaraladi. Demak, yoqamizni pastki qismi tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, yuqoridan 11 sm, burchaklarini 4 sm dan chizdim. Yoqani enini 17 sm qilib pastga yoylashtirib, yoqani pastini tayyorlab chizib oldim. Endi bizga yuqori qismini chizishimiz uchun orqa asos andozasi kerak bo'ladi. Orqa asos andozasini xuddi shunday qo'yib olamiz. Yelka chiziqlarini bir-birlariga tutashtirib qo'yib olamiz. Ustidan plyonkani qo'yib, bo'yin aylanamizni yuqoriga ko'taramiz. Bu yerda bo'yin aylanamiz 10 sm. Pastga xuddi shunday yoqani yana ko'chirib olamiz. Enini yoqani 17 sm qilib, xuddi shunaqa yoqa asosini chizib olamiz. Ko'rib turganingizdek, birinchi bo'lib stoyka yoqani chizib olamiz. Stoyka yoqani enini 3 sm lik qilib chizib olganimizdan so'ng, yoqamizni 4 bo'lakka bo'lib olib, albatta xuddi shunday qilib raqamlab olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib stoyka yoqamizni ajratib olamiz. Bu stoyka yoqamiz albatta tikilishi kerak bo'ladi yoqalarimizni modellashtirganimizdan so'ng. Oralarini ko'rib turganingizdek, men 4 sm dan har birini orasini ochyapman. Mana shunaqa holatda qo'yib olamiz va shu holatda duplikat qilib olsak bo'ladi yoqamizni. Agar sizga bundan ham kengroq yoqa kerak bo'lsa, yana ham yotib turishni xohlasangiz, oralarini 5 sm dan qilasiz. Men orasini 5 sm dan ochdim. Yana ustidan plyonkani qo'yib, yangi yoqani formasini ko'chirib olyapman. Va albatta bu yoqamizga aytib o'tganimdek, yuqoridagi stoyka yoqa albatta qo'shib tikilishi kerak bo'ladi. Mendan ko'p so'raysizlar, bu yoqa kerakmi deb. Albatta kerak. Bu yoqani asosi, ya'ni ushlab turadigan stoyka yoqamiz hisoblanadi. Shuning uchun mana ko'rib turganingizdek, biz yangi yoqani ko'chirib olsak-da, bizga bu stoyka yoqamiz birga qo'shilib tikiladi. Va mana bizni bugungi angliskiy yoqamiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli ko'rinishdagi palto yoqasini mana o'rganib oldingiz. Endi siz ham bemalol xuddi shunaqa qilib qaychi yoqalarni modellashtirishingiz mumkin. Maryams akademiyasi tomonidan berib borilayotgan mana shunday foydali bo'lgan sizga video darsliklar ma'qul kelgan bo'lsa, albatta izohlarda o'zingizning fikringizni yozib qoldiring. Agar sizda yoqalarni modellashtirishda muammo bo'lgan bo'lsa, mana sizga biz foydali bo'lgan juda ham ko'p yoqalarni turlarini berib boryapmiz. Har bir darsliklarni o'zingizga konspekt qilib yozib, albatta bajarib qayta tikib ko'rishga harakat qiling. Agar sizni asos andozalaringizda muammo bo'lsa, bunda Maryams akademiyasi sizga yordam beradi. 4 oylik bizni onlayn kurslarimiz bor. Albatta mana shu standart kurslarda o'qisangiz, hech qanday sizda muammo bo'lmaydi. Bizni metodimiz eng unikal, to'g'ri posadkali andozalarni tayyorlashda yordam beradi. Maryams metodi bilan tayyorlangan hamma andozalar biz primerka bemalol hamma razmerga tushadi. To'g'ri ilm olib, bu sohani yana ham professional darajada o'rganishni xohlasangiz, albatta kurs so'zini yozib qoldirishingiz mumkin. Biz sizga to'liq ma'lumotlarni yuboramiz. Bu foydali videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta like bosib, o'zingizga saqlab oling va eng yaqin chevar dugonalaringizga ham yuborib qo'ying. Maryamsni kuzatishda davom eting. Sizni yana qanday yoqalar qiziqtirsa, albatta bu yoqalarni ham yozib qoldiring. Biz sizga modellashtirib hammasini to'liq ko'rsatib beramiz. Va shunday foydali video darslarni albatta kuzatib boring.